Bu video IC Markets haqida bo'ladi. Plus va minus taraflari va kimlar uchun bu broker. IC Markets broker kimlar uchun? Ko'proq forex traderlar, scalpingchilar, intraday ya'ni kun ichida savdo qiluvchilar, robot ishlatuvchilar, yuqori leverage xohlovchilar uchun mos. Sababi spread past, execution tez, leverage kattaroq, MetaTrader 4 va MetaTrader 5 bilan ishlaydi, CFD tradingga yo'naltirilgan. IC Markets brokerning plus va minus taraflarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, past spread, tez order execution ya'ni tez orderning bajarilishi, scalping uchun juda qulay, intraday ya'ni kun ichida savdo qiluvchilar uchun mos, robot ishlatuvchilar uchun mos, MetaTrader 4, MetaTrader 5, S-Trader va TradingView platformalarini qo'llab-quvvatlaydi. Forex, indeks, kripto, aksiyalar va ko'plab instrumentlar mavjud. Yuqori leverage imkoniyati mavjud. Kuchli likvidlik va stabil serverlar bilan ishlaydi. Xo'p, minus taraflariga keladigan bo'lsak, RAW spread hisobida komissiya mavjud. Ayrim davlatlar uchun xizmat cheklangan. Bonus va aksiyalar hamma regionlarda mavjud emas. Yangi boshlovchilar uchun platforma va sozlamalar boshida biroz murakkab tuyulishi mumkin. Umuman olganda, IC Markets professional va faol traderlar orasida mas'ul brokerlardan biri.